Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan Marranzo. Bolalar, bugungi videomiz ham horror faktlardan iborat bo'ladi. Albatta videomizga like bosib, kanalimga obuna bo'ling. Unda men videoni boshladim. Bitta o'yinchi oddiy merga kirib olgan edi. Ular oddiy serverda survival qilishmoqchi edi birgalikda. Xo'p, bu yog'ini o'zlaringiz ko'rib olasizlar. O'yinchi shaxta tomon bormoqda va o'yinchi ichkariga tushib ketdi. U shaxtaga tushdi va g'alati tovushlarni eshita boshladi. Va u ozmos cho'chib qoldi va orqasiga qaytmoqchi edi. Va bu yoqqa qaradi, bu yoqqa bormadi va yo'lda davom etdi. Va u shaxtadan aylanib temir topishga kirishib ketdi va albatta temir topdi ham. U temirlarni kovlab oldi, birin-ketinlik bilan kovlab oldi. Mana temirlarni kovlab bo'lgach, nariyoqqa chiqib ketmoqchi edi. Nariyoqda lava bor ekan va suv ham bor ekan. Suvni berkitib qo'ydi va lava qayoqdan oqayotganini ham ko'rdi va uni ham berkitib qo'ydi. O'sha joyda ko'mirlar ham yotgan ekan. Ko'mirlarni ham oldi va bir sirli joy ochildi. U sirli joyda esa creeperlar bor ekan va qorong'u zimiston ekan. U nariyoqqa qarab alahsirayotgan paytida oldidan ko'mir chiqdi va ko'mirni ham qazib oldi. O'zi bu shaxtaga resurslarni yig'ishga kelgan ekan-da bu bola. Uning oldidan creeper chiqdi va makkilata boshladi. O'zini ham makkilatib qo'ymaslik uchun temir toporda urib o'ldirdi. Uning oldidan yana bitta creeper chiqdi va uni ham makkilatmoqchi bo'ldi. Uni ham makkilatdi. U orqasiga qarar edi va fakkilarni birin-ketinlik bilan qo'yib borar edi. Lavalarga duch keldi, suv bilan birgalikda qo'shilishib ketgan ekan. U yerni ham yopib oldi va toshlarni qazib, nariyoqqa nima borligini ko'rmoqchi bo'lishga oshiqib ketdi va suv bor ekan bu yerda. Suvni ham yopib qo'ydi joyini. O'yinchini bir nima qiziqtirib qoldi menimcha. U qayerdan suv oqayotgan degan narsaga qiziqib qoldi menimcha. U suvni izidan ketmoqda edi. Suv esa tepaga chiqib ketgan edi, ya'ni tepadan oqayotgan edi. Uni ham yoniga borib ko'rdi va u yerni berkitdi, yurishga oson bo'lishi uchun. Bu yerda qanaqadir g'alati suvlar, lavalar bor ekan shaxtada. Endi shaxtada bo'ladi-da. Temirlarni topib oldi bu yerdan. Temirlarni qazishga kirishib ketdi biron-ketin. U yerdan 5 ta temirni qazib oldi. Va fakkilarni qo'yib chiqdi. 42 ta fakkil bor ekan. What the fuck? Va oldidan yana bitta temirni topib oldi. Ya'ni 3 ta temirni topib oldi bu yerdan. Ularni ham qazib oldi. Xo'p, oldidan zombi chiqib qoldi kutilmagan paytda. U qo'rqib ketdi. Skelet ham chiqib qolgan ekan. Va ularni birin-ketin makkilatib boshladi. Va zombi qolgan edi menimcha. Zombi qolgan ekan. O'shani ham bir makkilatib yubordi. Menimcha shaxtani iloji boricha ko'zdan kechirmoqchi bu o'yinchimiz ham. Xo'p,
Bola, videoni shu joyida sizlarga bitta narsani so'rab qolaman. Videomga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Chunki mening maqsadim 5 ga obunachi yig'ish. O'yinchining oldidan zombi chiqib qolgan edi. Uni ham makkilatdi va orqasidan what the zombi qishloqi va o'rgimchak yana zombi chiqdi. Oho, bu shaharda to'la zombi menimcha oldidan temir chiqib qoldi. Menimcha temirni ham qazib oladi, boshqa nima qilar edi. Temirdan esa o'ziga kerakli resurslarni yasab oladi. Xo'p, bu yerda o'yinchimiz qorong'u joyga duch keldi va ko'mirlarga duch keldi. Sandiq ham bor ekan. Yana bir ajoyib tong otdi. Bu skeletni ko'rib qoldi va skeletni ham bir makillatmoqchi bo'lib qoldi. Va uni oldiga borib skeletni makillatdi.